Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi darsimiz printerdan narsa chiqarish, ya'ni Word, Excel dasturlari mm, yoki yana rasm fayldan narsa chiqarish yoki PDFdan chiqarishni ham ko'rib chiqamiz bugun. Mm, Nimaga bu mavzuga to'xtalyapsiz deb so'rasanglar, bunga sabab menda shu bo'yicha kanalimda oproslar, ya'ni so'rov so'rovlar ko'paygan, aynan printerda narsa chiqarish deb ko'p bu bo'yicha videolarim ham oldin chiqqan. Ну, shularni prosmotri ko'paygan va bunga talab bor ekan deb yangi video chiqarishga qaror qildim. Ho'p, qani boshladik. Bundan oldin sizga Telegram kanalimni tavsiya qilib ketaman. Telegramga kirganingizda mana 2189 odam bo'libdi. Mana Bahodirjon Mullajonov qattiq X bilan yozasizlar. Mana Bahodirjon o'zbekcha Mullajonov deb qidiringlar. Bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mening Telegram kanalim eng yangi ma'lumotlar IT haqida barcha ma'lumotlar berib boriladi va YouTube kanalimdagi eng yangi kanallar ham aynan shu Telegram kanaliga qo'yib boriladi. Hammasidan xabardor bo'lib turasiz. Mana bundan oldingi axborot xavfsizligi yoki boshqa YouTube kanallarimdagi ma'lumotlar va postlar hammasi bor. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ho'p, qani ketdik. Endi birinchi men ko'rib chiqaman. Oddiy Word faylida ko'rsatay sizlarga. Mana menda fayl bor, Word fayli. Bunga ko'pchilik tushunmaydi. Printerdan narsa chiqarganda nimadan ishni boshlash kerak? Bu uchun albatta sizda printer qurilmasi bo'lishi kerak. U printer qurilmasini olib kelganingizdan keyin kompyuteringizga o'rnatganda uni drayverini o'rnatib olishingiz kerak. Buni modeldan kelib chiqadi. Printerni modeldan. Masalan, Canon nechidir yoki boshqa model brend printer bo'lsa, shuni olib kelib, shuni drayverini internetdan ochib o'rnatasiz. Keyin o'rnatib olganingizdan keyin mana Word fayldan Ctrl P ni bossanglar, Ctrl plus P esingizda qolsin. Yoki faylga kirib mana fayldan pechat bo'limi qayerda bo'lardi? Men doim Galaxy Clash ishlatganim uchun mana mana bu yerdan faylga kirib mana pechat bo'limi bor. Shuni bossanglar mana shu bo'lim ochiladi. Ya'ni narsa chiqarish bo'limi printerdan. Bu Ctrl plus P Galaxy Clash orqali ham hamma istalgan dasturda Wordda, Excelda, rasmda, PDFda ishlatishingiz mumkin bemalol. Xo'p, mana nima bor bu bo'limda? Pechat bo'limi bu sizni qog'ozlaringizni printerdan chiqaradigan bo'lim. Mana bu pechat tugmasi mana asosiy tugma. Shuni bossangiz, printerdan narsa chiqarishga ketadi buyruq. Va mana bu yerda kopiya nechtaligi? Masalan, bitta turibdi. Ya'ni mana bu qog'oz bitta bir varaqli qog'oz. Mana shu yerdan mana kopiya qilib mana shu yerga 5 qilib turib pechatni bossangiz, mana shu qog'ozdan 5 nusxa, ya'ni 5 ta bo'lib chiqadi. Agar lekin sizda agar 5 sahifali fayl bo'lsa, mana bu yerdan kopiyani ikkita qilsangiz, 5 sahifalikdan 2 dona chiqib, ya'ni 10 varaq qog'oz chiqadi. Shuni inobatga oling. Ya'ni mana bu yerda hamma varaqlarni birdaniga chiqarib yuboradi va kopiya nechtaligi bu. Keyin mana printer ko'rinib turibdi. Bu printer qanaqaligi? Ya'ni mana men oldin printer ishlatganman. Hozir ishlatmayman to'g'risi va Canon MF3010 degan printer o'rnatilgan. Ya'ni driver установка qilingan ekan. Mana shunaqa galochka turadi sizda printer ishlayotgan bo'lsa. Pechat berib ko'rasiz, shu printerdan narsa chiqadi. Siz mana shu knopkani bossangiz, mana sizga faqat Canon MF3010 emas, boshqa modellar ham o'rnatilgan. 2-3 talab printer установка qilingan bo'lishi mumkin. Shu joyda sizda boshqa printerlar o'rnatib turgan bo'lsa, mana bu Canon MF30 boshqa printerga o'tkazishingiz kerak. Va sizda mana bu galochka turganigina sizda ishlayotgan bo'ladi. Mana menda boshqalarda galochka yo'q va ularda уже printer narsa chiqaradi, chiqarmaydi degan aslida. Siz mana добавить printer qilib, driver o'rnatib, u boshqa narsa. U bo'yicha ham video dars qilishimni xohlasanglar, aynan qaysidir printerlar bo'yicha driverni kompyuterdan, internetdan tortib, uстановка qilib ishlatishni boshidan tushuntirib ber desanglar, u bo'yicha ham video dars chiqaraman, xudo xohlasa. Endi parametr mana bu yerda parametrlar bor. Turlicha bu qog'ozni pechat qilish uchun ishlatiladigan parametrlar. Mana shu joydan siz qarang. Mana parametri bosib, напечатать все страница. Ya'ni hamma qog'ozni birdaniga chiqarish degan turibdi. Mana все сразу. Настройкасы. Shuni siz o'zgartirishingiz mumkin. Mana bu yerda mana напечатание исправление turibdi. Shuni напечатание только нечетные страницы yoki напечатать только четные страницы. Nechotniy degan joyi bor. Bu toq va
juftga nisbatan chiqarish. Ya'ni bu nimaga kerak desanglar, siz katta qog'ozlar chiqarayotganingizda faqat qog'ozni oldisiga chiqarishingiz, orqa tarafiga chiqarmasligingiz kerak bo'lib qoladi. Yoki bu oddiy chiqarmoqchi bo'lsangiz pechatdan chiqaraverasiz. Mana shu birinchi holatda. Lekin siz qog'ozni oldiga va orqasiga chiqarib ketmoqchi bo'lsangiz, sizda e, muammo paydo bo'ladi. Qanday qilib men bitta qog'ozni ham oldiga ham orqasiga chiqaraman degan holat. Ya'ni mana 50 varaq narsa bo'lsa, 50 varaq birdaniga chiqib ketib qoladi va hammasini 50 varaqni oldiga chiqib ketadi. Orqasiga chiqmaydi. Shu holatda siz qarang nima qilasiz mana. Mana bu yerda mana написать только nechotniy страница qilasiz. Mana tog' juft bo'lmagan, ya'ni tog' degani faqat написать только nechotniy страница qilib turib, siz kopiyaga berasiz. Masalan, 50 varaqli kitobingiz, qog'ozingiz bo'lsa, birdan 25gacha 25 varaq narsani chiqaradi. Ya'ni 1, 3, 5, 7, 9 ko'rinishida faqat tog'larni chiqaradi. Keyin u qog'oz polniy chiqqandan keyin siz printerdan olib uni aylantirib qo'yasiz orqa tomoniga. Mana bu varaqni qo'yishni ham to'g'ri o'rganib olishingiz kerak. Varaq noto'g'ri olib, noto'g'ri qo'yib qo'ysangiz aslida unda ham xatolik ketib qoladi. Uni ham o'rganishingiz kerak. Va siz qog'ozni olib qo'yganingizdan keyin siz mana bu настройкani только nechotniy emas, endi mana buni o'chirib turib только четныйga o'tkazasiz. Mana bu yerda mana написать только четный страница. Ya'ni endi faqat juftlarda pechat qiladi. Yana printerga joylaysiz, qo'yasiz. Endi 2, 4, 6, 8, 10 ko'rinishida juftlarni chiqaradi. Ya'ni oldi tarafiga tog'lar, orqasiga juftlarni chiqarganingizda shunda siz 25 ta qog'ozga 50 varaq narsani orqa oldi ko'rinishida pechat qilib olasiz. Va shu sizga aynan четный, nechotniy degan narsa mana shu yerda kerak bo'ladi, parametr oynasidan. Xo'p, endi stranica bizda yana nimalar bor? Mana bu yerda sahifalarni aniq nechta sahifani chiqarishingiz mumkin. Ya'ni masalan bu yerda 10 varaqli qog'oz bo'lsa, sizga faqat ikkinchi qog'oz kerak bo'lsa, mana shu yerga 2 yozgan holda pechat qilasiz. Mana nechotniyni o'chirib qo'yasiz bunday holatda sahifa bilan berayotganda. Va mana bu yerga mana stranisaga 2 qilib pechat bersangiz, faqat ikkinchi bet chiqadi. Yoki ikkinchi betdan faqat 2 marta desangiz, mana kopiyani 2 qilasiz. Va ikkinchi bet. Bu degani ikkinchi betdan 2 dona, 2 marta, 2 nusxa chiqaradi degan. Xo'p, endi sizda mana bu yerda stranica qismida ham mana bunaqa vergullar bilan, chiziqlar bilan qilib chiqarish imkoniyati bor. Ya'ni mana bunaqa narsa qarang. Sizga 10 varaqli narsada 1, 3, 8 varaqlar chiqishi kerak bo'lsa, faqat 1,3,8 ko'rinishda chiqarasiz. Mana shu 1, 3, 8 degan pechat qilasiz. 1, 3, 8 betlar chiqadi printerda. Chunki qolgan hammasini chiqargansiz bundan oldin. Qaysidir 3 ta bet xato chiqqan, uni boshqatdan to'g'rilab chiqaryapsiz. Shu ko'rinishda 10 tani qaytadan chiqarib o'tirmasdan, aynan keraklilarini bitta-bitta chiqarsangiz ham bo'ladi degani bu. Xo'p, endi bu tanlab chiqarish bo'lsa, mana bu yerda tushuntiryapti. Oralig'ida chiqarish ham bor. Ya'ni masalan 5,12 deb yozsangiz, bunda 5-betdan 12-betgacha bo'lgan oraliq chiqadi. Ya'ni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 ta bet chiqar ekan. Shu ko'rinishda chiziqcha bilan chiqarishingiz mumkin. Shu vergul, chiziqcha, nuqta vergul kabi boshqa belgilarni mana shu stranica qismida o'ziga kerakli ko'rinishda to'g'rilab chiqarish imkoniyatlari bor. Xo'p, endi bizda keyingisi односторонний pechat. Bu faqat bir tomonli pechat deyapti. Bu mana bu yerda agar sizda shunaqa printerlar bor, orqa oldi chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu hamma printerda ham emas. Siz buni printer imkoniyatingizni inobatga olishingiz kerak. Mana ikki tomonlama qilib ham nastroyt qilish mumkin. Birdaniga orqa oldini teng qilib chiqarib beradi shunda. Xo'p, keyin kopiyalar bilan ishlash, tak. Keyin mana bunda orientatsiya bor bizda. Knijniy orientatsiya va albomniy orientatsiya. Bu nima desanglar, qog'ozni eniga va bo'yiga turishi, joylashuvi va shuni pechat qilish. Mana bu siz ekranda ko'rib turgan holatda qog'oz knijniy holatda, ya'ni tik holatda turibdi. Lekin sizning ma'lumotlaringiz sig'magan holatlarda buni bemalol mana knijniy albomniga o'tkazish ham mumkin. Mana ma'lumotlar yonbosh holatda tursa, bu asosan yozuvlarda emas, sxemalarda, rasmlarda sig'magan holatlar bo'ladi. Shunda bemalol mana bunaqa albomniy ko'rinishda ham pechat qilishingiz mumkin. Mana bu nastroyka knijniy albomniy shu narsa. Qog'ozni eniga bo'yiga joylashuvi.
Ho'p, undan keyin bizda qog'ozni o'lchami keladi. A4 qog'oz. Hammanglar bilasizlar, A4 qog'ozi 21 ga 29,7 santimetr o'lchovli qog'oz. Buni siz boshqa ko'rinishlarda ham pechat qilishingiz mumkin. Masalan, A3, A5 printerlar bor. Ko'pchilikda shu muammo bo'lgan. Masalan, katta printer bo'ladi, katta qog'oz bo'ladi. A3 printerlar borda, A3 qog'ozlarni chizmachilikda ishlatadigan katta qog'ozlarni ham pechat qilish mumkin. Lekin siz shu joyda nastroykangiz A4 qolib ketmagan bo'lishi kerak. A3 ga o'zgartirsangiz, keyingina A3 ko'rinishida pechatga ketadi undan hujjatingiz, qog'ozingiz. Lekin siz A4 holatda A3 qog'oz, A3 printerda pechat bersangiz, unda mana bu katta qog'ozni qaysidir bir burchagida kichkina holatda, buzilgan holatda pechat ketib qoladi. Mana bu yerda mana qog'ozni turli ko'rinishlarda pechat qilish imkoniyati bor. Buni mana другой razmer bumaga orqali boshqa o'lchamlarda ham topsangiz bo'ladi mana. Xo'p, o'lchamlar juda ko'p. Hattoki santimetrlar nomini mana ozgina qo'shgan holatda ham o'zgartirish mumkin. Mana poliyalar, boshqa nastroykalar juda ham ko'p bu joyda. Keyin undan keyin bizda keladi bu poliya. Mana bu обычный poliya, bu qog'ozni mana bu chetidagi o'lchamlar. Bizda обычный holatida mana qog'oz chap o'ngdan 2-3 santimetr, tepa pastdan, yo'q, to'xtang mana. Leviy praviy chap o'ng bo'lsa 3 ga 1,5 santimetr o'lchamda turibdi. Верхний нижний tepa past 2 ga 2. Ya'ni tepa past 2 dan chap o'ng 3 ga 1,5 santimetr turishi mana обычный standart bu. Ya'ni mana bu yozuvlarda chap o'ng tepa pastdan joylar qolishi. Mana shu narsa ham juda ham muhim, chunki agar bunaqa standart bo'lmasa, sizda qog'ozlar, yozuvlar juda ham yopishib ketadi va bu hujjat standartingiz, qog'oz standartingiz to'g'ri kelmay qoladi hech qayerga. Masalan, mana узкий standart bor. To'rala tarafdan 1,27 santimetrli ajratilingan. Mana shunga ko'rsataman, e'tibor bering. Qog'oz mana bunday holatda siz chiqarib borsangiz, buni hech qayerda olmaydi bunaqa hujjatda. Bu buzilgan deb hisoblashadi. Shuning uchun biz o'zimiz standartimiz mana обычный 2 ga 2 tepa past, chap o'ng 3 ga 1,5 santimetr. Mana bu ko'rinishda turishi. Yoki sizga qanaqadir kerak bo'lsa ishlatishingiz mumkin-da, ya'ni buni ham boshqacha o'lchamlarda ham. Masalan, sizga juda ham ma'lumotlar kerak bo'lsa, mana bu chetdagi standartlar qolishini xohlamasangiz, mana bunday узкий holatda ham pechat qilishingiz mumkin. Qog'ozga ko'proq narsa sig'adi, misol uchun. Siz qanaqadir hujjat uchun emas, oddiy ma'lumot uchun ishlatayotgan bo'lsangiz. Mana средний ko'rinishi bor ekan. Tak, mana bunaqa zerkalniy ko'rinishi, ikkita qog'ozni yonma-yon qo'ygan holda birgalikda ishlatish. Endi menda hozir bitta qog'oz turibdi, shunga bu tarafi chiqmagan. Xo'p, обычный holatga olamiz. Endi 4-da turadi bizda stranitsani, bitta sahifani bir qog'ozda bir necha sahifani chiqarish. Ya'ni bu ko'proq kitobcha qilib chiqarishlarda, shunga o'xshagan holatlarda kerak bo'ladi. Mana tak, buni bir stranitsani ikki stranitsa qilsam nima o'zgarishi? Hozir menda ma'lumot bir qog'ozli bo'lgani uchun sezilmayapti. Buni yopib, to'xtang, boshqa fayl topamiz. Ko'proq ma'lumotga ega. Tak, video linki. Bular ham kichkina. Misol uchun qog'oz mana syllabus degan syllabus bor. Mana katta anaqa, katta hujjat. Shundan Ctrl P qilib kiraman. Mana hujjatga mana shu joyda mana e'tibor bering. 1-2, 3, 4 slaydlar. Mana shuni slayd deman, uzr, sahifalar. Shuni mana bitta listga ikkita stranitsa joylashib chiqishini xohlasangiz, mana bunga o'tkazasiz va mana bu sahifangiz bitta betda ikkita bo'lib, mana bu kichik holatda pechat bo'lib chiqishni boshlaydi. Buni siz yana ham kichraytirishingiz mumkin. Mana bitta sahifaga 4 ta, bitta sahifaga 6 ta qilib chiqarish imkoniyati bor. Mana yonda o'zi mana bu yerda ko'rsatib turibdi, qaysi sahifa qanchadan chiqishi holatlar. Endi bundan tashqari ham bizda bu bo'limda yana ko'rinib turgan qismigina ko'rdik buni. Mana 10 sahifa ko'rinyapti. Buni mana parametr stranitsadan boshqa nastroykalarda ham sozlash mumkin. Mana parametr stranitsada nimalar bor? Bu yoqda poliya mana верхний левый, нижний правый, ya'ni chap tepa, o'ng past, tepa chap o'ng, tepa past, mana santimetrlarni o'zgartirish imkoniyati, hattoki mana переплет uchun joy qoldirish imkoniyati ham bor sizda.
Boshqa mana knижный albomning qog'ozli ko'rinishlari, stranitsa mana obrazец mana ko'rinib turibdi, dokumentlar. Так, razmer bumagi mana qog'oz. Buni boya mana bu yerda kichkina kichkina ko'rinishda ko'rdik. Bu yoqda parametr stranitsada endi siz juda ham to'liq nastroyit qilish imkoniyati bo'ladi, sozlash imkoniyati. Mana qog'ozlar uchun aniq berish. Mana bu yerda ham bitta parametr pechat. Oho, mana oynani kengaytirsangiz даже Word'da parametr ochildi. Bu joyda ham mana правописание yoki boshqa boshqa funksiyalarni ishlatish imkoniyati bo'ladi sizga. Xo'p, istochnik bo'lmagi nima? Uchinchi bo'limi. Bu joyda nechinchi sahifadan boshlanish, kalan titullarga o'zgartirish kiritishlar va hokazo. Mana ko'rib turibsiz, to'liqroq nastroyat qilish imkoniyati ham bor bizda. Menimcha yetarli bo'lsa kerak. Xo'p. Hmm, Bu hujjatdan ham ketsam. Endi menimcha video darsni yakunlashdan oldin yana sizlarga Telegram kanalimni tavsiya qilib ketaman. Telegramga kirasizlar. Bahodirjon oskichilcha Mullajonov deb qidirasiz. Mana 2189 ta odam bor. Obuna bo'lib qo'ying bunda. Mana eng yaxshi postlar, eng yangi video darslar hammasi shu yerda bo'ladi. Siz uchun foydali bo'lishi kafolatlangan Telegram kanal. Obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Savollar bo'lsa videoda kommentida qoldirishinglar mumkin. Bugungi darsimga faqat Word'ni o'zini print qismi, ya'ni pechat qismini yetarli deb hisobladim. Keyingi darsda mana Excel uchun alohida, rasmlar, PDFlar uchun ham alohida pechat qilish darslarini chiqarishga harakat qilaman. Siz qanaqa savollar bo'lsa kommentda yozing, albatta javob beraman. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun barchaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.